O'zbek shou-biznes olamining yana bir taniqli vakili Otabek Mirzaxolov haqida shoshilinch xabar. Otabek Mirzaxolov bolalikdan futbolga qiziqadi. Aslida uning bu sohaga qiziqishi ham bejiz emasdi. Uning otasi Izzatilla Mirzaxolov 40 yillik stajga ega futbolchi edi. Otam rahmatli 16 yil futbol va 4 yil bolalar sporti maktabida direktor bo'lib ishlagan inson edi. O'z farzandlari orasida bitta otasiga yoki onasiga bog'lanib qolar ekan. Men otamning ortidan qolmaydigan bola bo'lganim uchun seni otang tug'ganmi deb gapirishar ekan. 2 yoshimda to'p ushlab stadionga otam bilan birga tushgan suratimiz bor edi. Demak, o'sha yoshda ham futbol musobaqalariga meni o'zi bilan olib borgan ekan. Oilamiz kamtarona hayot kechirardi. Onam bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlardi. Bog'cha yoshida otam Bo'zadagi ko'p bolalarni markazda bo'ladigan musobaqalarga olib borardi. Turgan gapki, ota-onalarga musobaqa qiziqmas. Davlatdan ajratiladigan pul esa 3-4 oyga keyingina berilardi. Otam rahmatli bo'lsa, o'zida bo'lmasa qarz ko'tarib bo'lsa-da, yo'l va yotoq xarajatlarini ko'tarib, bolalarni futbol musobaqasiga olib borardi. Bu onamga yoqmasa-da, 2 gap talashib qolishsa ham, mayli, bu bolalarning birortasi futbolchi bo'lmas, ammo undan ko'ngli sovib ketishini istamayman derdi. Otabek Mirzaxolov futbolga qiziqishi va negadir 18 yoshida undan ketishga qaror qilgani haqida gapirib o'tdi. Futbolga qiziqishim qachon paydo bo'lganini eslolmayman. Krasovkam yo'qligi uchun paypoqning ichiga paxta tiqib bo'lsa-da, to'p tepardim. 2-liga futbolchisi bo'ldim. Tengdoshlarim orasida eng og'ir o'yinchilardan biri edim. Albatta futbolchi bo'laman degan qat'iy qarorim bor edi. Ammo birdan bu fikrimdan qaytdim. 18 yoshga yaqinlashganda futbolda biror natijaga erisha olmasligimni va mendan kuchli o'yinchilar borligini angladim. Ilgari futbolni shunchalik yaxshi ko'rardimki, onamning dars qilsang futbolga borasan degan gapi uchun ham maktabda a'lo bahoga o'qirdim. Birdan ko'nglim sovishining sabablari ko'p bo'lgan. Balki korrupsiya sabab biror natijaga erisha olmasligimga ko'zim yetgandir, deydi aktyor Otabek Mirzaxolov. Komik aktyor nima sababdan Toshkent davlat aviatsiya institutiga o'qishga kirganligini quyidagicha izohladi. Onam oliy ma'lumotli bo'lishim haqida ko'p gapirardi. Mayli, agar siz shundan xursand bo'lsangiz o'qiyman deganman. Ammo niyatim butunlay boshqa bo'lgan. Toshkentda ko'tarilish oson, institutda jamoasida to'p surib katta musobaqalarda ishtirok etaman deb niyat qilgandim. Nega aynan aviatsiya institutini tanlaganim esa alohida mavzu. 2003-yili respublika bo'yicha budjet ballarining eng pasti shu institutda qayd etilgan ekan. Kelib kasbiy ta'lim yo'nalishiga hujjat topshirdim va 2-o'rinda budjetga qabul qilindim. 1 yil zo'r g'ayrat bilan o'qidim va yozgi sessiya vaqtida pul berib ham yaxshi baholarni olishayotganini ko'rib, hafsalam pir bo'ldi. O'qimay shunchaki bor yo'q uchun darslarga borardim, deydi aktyor. Otabek Mirzaxolov moddiy qiyinchiliklar sabab ishlashga majbur bo'lgani va ko'p dars qoldirgani uchun institutda haydaluvchi talabalar ro'yxatiga tushgani haqida gapirib o'tdi. 2-kursdan keyin o'qishga bo'lgan qiziqishim butunlay so'ndi. Avvaliga Chilonzordagi kecha-yu kunduz ishlaydigan qahvaxonaga barmen bo'lib ishga kirdim. Rostini aytaman, qadam olishim ham ancha o'zgardi. Keyin bitta toshkentlik kursdoshim Yunusoboddan ko'cha taomlari sotadigan shoxobcha ochdi. Hot-dog va gamburger tayyorlashni o'rganib, o'sha yerda ishlaydigan bo'ldim. Ko'p dars qoldirganim uchun 3-kursda haydaladigan talabalar ro'yxatiga kiritildim. Ammo bu haqda ota-onamga ayta olmasdim. Shu bois haydalsam ham hech kimga aytmay Rossiyaga ishlagani ketaman degan fikr ham paydo bo'ldi. 2007-yili Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi rivojlangan. Bir institut o'z jamoasiga ega bo'lishi kerakligi haqida topshiriqlar berilgan payt edi. Institut rahbariyati ko'p dars qoldirgan talabalarni jamoat ishlariga jalb qilish va har doim institut hududida bo'lishiga erishish uchun agar institut jamoasi chempion bo'lsa, o'qishni davom ettirasan degan shart qo'yishdi. Bu so'nggi chora bo'lgani uchun QVZda ishtirok etishga majbur bo'ldim.
U kungacha jamoalarning birortasini kuzatmasdim, deydi aktyor. Quvnoqlar va zukkolarda ishtirok etish davomida Jahongir Foziljonov bilan tanishdim. San'atkor bo'lishimda u insonning yordami katta bo'ldi. Rahmatli Mo'min Oripov ham ko'p maslahatlar bergan, qo'llab-quvvatlagan. 4-kursda konsert dasturida ishtirok etib, san'atkor bo'lish niyatim qat'iylashganidan keyin ustozlarim oldiga chaqirib, mayli 3 bahongni qo'yib beraman, diplom olasan, faqat menga va'da ber, aviatsiya sohasiga yaqinlashmaysan deganda. Ustozimga va'da berganim uchun zarurat tug'ilsa ham diplomimdan foydalanmayman. Otabek Mirzaxolov ustozi bilan birga ishlagan komik filmdan katta daromad olgani haqida aytib o'tdi. Jahongir Foziljonov Boyvachcha filmidan keyin haqiqatdan ham boyib ketgan. O'shanda kino saroy kassasidan $55,000 ortiq foyda qilingan. Qizig'i, film uchun 10,000 AQSh dollariga yaqin xarajat qilingan. U paytlari haqiqatdan ham ijod qilinardi. Jahongir Foziljonov o'zi yozib, rejissyorlik qilib, asosiy rolni ham o'zi o'ynardi. Operator Yodgor Nosirov bilan gaplashib, shunchaki do'stlarning yordami bilan filmlarni suratga olardik. Ijodga unaqa ko'p mablag' sarflamasdik, ammo mehr berib ijod qilardik. Klyosh degan qo'shiq va uning klipini ko'pchilik biladi. O'sha klipni suratga olish uchun bor yo'g'i 110 AQSh dollari sarflaganmiz. Jahongir Foziljonovning do'stlari, shogirdlari ko'p edi. Sen buni, sen uni qil deyishi bilan ko'p ishlar hal bo'lib ketardi. Montaj ham qilishni bilardik. O'rnak kelsa dublyajni ham qilib ketaverardik. Kino qayerga qarab ketyapti deyishardi. Mana hozir o'sha kinoning o'zi ham yo'q. Tan olaman, xatolar bo'lgan, ammo hech kim bilag'on bo'lib tug'ilmaydi. Tajriba yillar davomida shakllanadi. Bundan tashqari, ilgari moliyaviy ahvolim sabab ijoddan foyda ko'rishni o'ylardim. Qancha pul berarkan, yaxshi daromad olsa bo'larmikin deb o'ylardim. Chunki uy-joy qilish kerak, mashina olish kerak. Zamonaviy enagalar degan filmning ssenariysini 3 kunda yozib tugatganman. Hozir esa pulni o'ylamayman, chunki oilamning moliyaviy ahvoli ancha yaxshi. Hozir ham kino olishni o'ylayapman, faqat shoshmasdan ssenariy yozaman va xotirjam tasvirga olaman, deydi Otabek Mirzaxolov. Bravo kulgu jamoasining 2023-yildagi konsert dasturida Otabek Mirzaxolov katta vazn yo'qotgani yaqqol sezilmoqda. Aktyor Daryo muxbiri bilan bo'lgan suhbatda bunga oydinlik kiritgan. Oshqozon bilan bog'liq hech qanday operatsiyani qildirganim yo'q. Shunchaki zararli odatlarni tashladim. Anchadan buyon sport bilan shug'ullanmayotgan edim. Katta sportga qaytib, yigitlar bilan muntazam futbol o'ynashga qaror qildik. 4 oydan buyon haftada 2 kun futbol o'ynashga jiddiy e'tibor beryapmiz. Ofisimizga ham stol tennisi o'rnatganmiz. Ish orasida bir shug'ullanib, oyoqning chigalini yozib turamiz. Eng muhimi, gazli va energetik ichimliklar umuman ichmayapman. Ovqatdan ham biroz diyeta qilyapman, ammo erkak kishi uchun qat'iy parhezga amal qilish juda qiyin. Hozircha 35 kilogrammga ozdim. Juda semirib, o'zimni noqulay his qila boshlagandim. Ozmasam bo'lmasdi. Aktyor uchun 2018-yil juda og'ir kechgan, chunki konsert boshlanishidan bir kun avval Otabekning padari buzrukvori vafot etgan. U kunlarni eslash men uchun juda og'ir. Konsertga tayyorgarlik avjida edi. 10-sentyabr kuni tongda otam vafot etdi. Yig'lab turib odamlarni kuldirish oson emas. Shu bois konsertga chiqmayman dedim. Ammo bir kun qolganda konsert rejasini o'zgartirish hamkasblarim uchun noqulaylik tug'dirishini ham yaxshi bilardim. O'shanda ustozim Jahongir Foziljonov kelib, onam bilan uzoq vaqt suhbatlashgandi. Keyin meni chaqirishdi. O'shanda men qabristondan endigina qaytgandim. Xullas, men ularga vaziyatda o'zimni qo'lga olishim kerakligini va ko'plab san'atkorlarning boshida xuddi shunday musibat tushganini aytishdi. Kechga yaqin ustozim hamrohligida Toshkentga yo'l oldik. O'sha yilgi konsert dasturida ishtirokim nihoyatda qiyin kechgandi. Aktyor intervyularning birida turmush o'rtog'i va farzandlari haqida gapirib o'tgan. 2011-yil uylanganman. Ayolim uy bekasi. Uyda ham faqat yotoqxona bilan oshxonani biladi xolos. Chunki 6 ta boladan ortib, hatto mehmonxonaga kirishga ham vaqti bo'lmaydi. 2 ta o'g'il va 4 nafar qizim bor.
Ayolimga yana farzand ko'raylik deyapman. Men rus tilini unchalik yaxshi bilmayman. Ayolim esa hatto salom deyishni ham bilmaydi. Ammo o'g'lim Jahongirni rus sinfida o'qitamiz. U bizdan ko'ra ancha yaxshi biladi. Bolalarim o'qishini, ilmli inson bo'lishini istayman, deydi aktyor. Bu dunyoda har narsaning o'z vaqti soati bor. Bir aqlli inson, agar ishing eng sevimli hobbing bo'lsa, demak sen baxtlisan degan ekan. Qo'noqlar va zukkolarga kirib kelganimga 18 yil bo'ldi. O'shanda endigina 20 yoshni qarshilagan talaba yigit edim. Ulg'aydim, oilali bo'ldim. 6 farzandning otasiga aylandim. Ammo hayotim faqat sahna bilan bog'lanib qolishini istamayman. Sir emas, bitta konsert uchun juda ko'p energiya va vaqt sarflaymiz. Ammo kun kelib afsuslanib qolmasligim uchun sahnadan tashqarida qiladigan ishlarim ham bor. Bu qarorni qachondir qabul qilishim kerak edi. Onam nega bunday deyapsan, sevimli ishing-ku dedi. To'g'ri, sahnani yaxshi ko'raman, ammo baribir shunday qilishim kerak. Bu qarorim birdan paydo bo'lgani yo'q. Bu haqda juda uzoq o'yladim. Har holda 18 yil oz muddat emas. Bravoga ishonadigan muxlislarni orttirish uchun juda ko'p harakat qildik. Bravodan ketishimdan keyin asosiy e'tiborimni kinofilmlar yaratish va televideniyadagi faoliyatimga qaratmoqchiman, deydi aktyor. Yoshlar qabul qilinyapti. Ular ketganlarning o'rnini to'ldirishiga ishonaman. Bundan tashqari jamoadan ketganimdan keyin ham sahnadan tashqarida qandaydir yordam kerak bo'lsa tayyorman. Agar jamoada 1-2 kishi ijod qilib qolganlar shunchaki rol ijro etadigan bo'lsa, bitta a'zoning ketishi ham yaqqol sezilib qoladi. Shukrki bizda hamma ijodkor, kimdir ssenariy yozib bermaydi. 2007-yildan beri katta sahnaga chiqayotgan bo'lsam, unda charchoqni emas, zavqni his qilaman. Qanchalik maroqli bo'lmasin, o'z vaqtida ketishni ham bilish kerak. Davring kelganida davringni sur, davring tugamasdan davradan sur deyishganidek, obro'yim borida sahnadan ketmoqchiman. O'lgandan keyin qabr tepasiga borib, men seni yaxshi ko'rardim, sen keraksan, yonimda bo'lishingni istayapman degandan ko'ra, shu gaplarni o'sha inson tirikligida aytish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, ishdan tashqari hayotligimizda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan juda ko'p yaqinlarimiz bor. Hayotimda tub burilish yashashim kerak bo'lgan damga keldim. Sahnadan ketsam keyingi hayotim nima bo'ladi degan xavotir umuman yo'q. Endi bor e'tiborimni oilamga qaratmoqchiman, deydi aktyor Otabek Mirzaxolov. Kanalimiz ijodkorlari nomidan aktyorga sihat, salomatlik hamda oilaviy baxt tilab qolamiz.